Qosh uchun ishlatilyapti, ko'rishinglarki. Kecha qo'ygan postimizdan keyin juda ham ko'pchilik mana bu detalimizni qanaqa fasonga ishlatyapsizlar deb so'rashdi. Bu fason toshkentlik klientimizni uylariga sokil uchun emas, darvozani chekka qismiga, tepa qismiga qosh uchun ishlatilyapti, ko'rishinglar mumkin. Choki mana obmanka qilingan. Muzafxon, buni choki nima qilingan buni choki? Benfixmi? Shunaqa nozik chiqqanmi? O'ta go'zal va 7 sm da ikkita tosh bir-biriga yopishtirganligida zo'r yumshoqligi uchun mana shunaqa mana ko'ringlar. Tayini ko'rsataymi-kin? Mana ko'rishinglar mumkin. Benfix seriyasi qora bilan qaymoq aralash seriya chiqarishgan. Chok qaranglar, nafisligini, akalar. Yumshoqligini hisobiga ko'rishinglar mumkin. Chok yo'g'ib ketgan, qaranglar. Agarda siz ham sokillaysiz, choklari mana shunaqangi ideal chiqishini xohlasangiz, garantiya turganda ustogalar bemalol Benfix garantiya bilan ishlatishingiz mumkin. O'ta ham ideal chiqadi. Endi ikkita 7 ta toshni bir-biriga yopishtirib qo'yilgandagi chokni qaranglar, akalar. Xolis baho berib ketaverasizlar. Bu sokil uchun emas. Agarda sokil uchun qilmoqchi bo'lsak ham, qanaqa fason chiqar ekan ko'ramiz. Kommentariyada o'zingizning fikringizni yozib ketinglar. Lekin sokilga ham qilinadigan bo'lsa ajoyib narsa chiqsa kerak. Bagati chiqsa kerak deb o'ylayman. Yana ko'ramiz. Lekin narx ko'tarilib ketadi agar sokilga ishlatilgan bo'lsa. Miramga haqida qiziqarli ma'lumotni o'tkazib olmaslik uchun albatta obuna bo'linglar.